Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana bugungi darvozamizni Andijon shahri Shahrixon tumaniga olib kelib o'rnatdik. Yarim 2 qavatli darvozamiz. Kvadrat metrini 1 million so'mni olib kelib, dastavkasi hamma yo'q ichida qilib o'rnatib berdik. Yarim 2 qavatli darvozamiz. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, 3,40 eniga, bo'yiga 3,40 razmerda tayyor bo'ldi. Stoykalarimiz 12 ga 8 ikkilik stenada bo'ldi. 6 ga 4 profillarimiz 1,7 stenada. Listlarimiz ikkilik, ikkinchi qavati 1,1lik listdan bo'ldi. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi darvozamiz. Chaspaklari ham hamma yo'q qalin. Mashina kiradigan joyi 8 ga 4 shivellerdan bo'ldi. Teva tomonlari 8 ga 4 profil. Zamoklarimiz zubur zamokdan. Orqa holatini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Darvozamiz orqa holatlari. O'rtasi center zamok. Darvozamiz ochilgan holatini ham bir qo'yib beramiz. Darvozamiz ochilgan holati. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa yangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Zamoklarimiz 5 talik chiqadigan zamoklar. Hurmatli obunachilar, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.